Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Kanalimizni 90% kuzatuvchilar obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Sizlardan iltimos qilib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni. Demak, biz boshladik. Angliya Premyer Ligasining 8-turida Manchester City chempionatning o'rta meyoni, lekin har qanday raqibga surpriz tayyorlay oladigan Evertonga qarshi muhim uchrashuv o'tkazadi. Ushbu bahs oldidan Josep Guardiola oldida kadrlar muammosi vujudga kelgan edi. Asosiy tarkibning bir necha vakili jarohatga yo'liqqani bois muhim uchrashuvlarda jamoaga yordam bera olmadi. Nufuzli manbalardan biri Standart portali Manchester City'da jarohatlar bilan bog'liq vaziyatni o'rganib chiqib, yetakchi o'yinchilar qachon safga qaytishiga oydinlik kiritdi. Masalan, Abduqodir Husanov Josep Guardiolaning universal himoyachisiga aylanib borayotgan. Abduqodir Husanov qachon safga qaytishi haqidagi bashorati o'zini oqlagani yo'q. Pep o'zbek himoyachisi 3 ta o'yinni o'tkazib yuborishini ma'lum qilgandi. Bosh murabbiy taxminidan kelib chiqib, 21 yoshli legionerning 5-oktyabr kuni Brentford bilan bo'lgan uchrashuv oldidan jamoaga qo'shilishi kutilgandi, ammo vaziyat kutilganidek oson hal bo'lgani yo'q. Abduqodir Husanov xalqaro tanaffusgacha to'liq tiklana olmadi va buning oqibatida O'zbekiston milliy terma jamoasining Kuvayt va Urugvayga qarshi o'rtoqlik o'yinlarida ham qatnashmadi. Shunga qaramay Husanov hafta oxirida bo'ladigan uchrashuvlar oldidan safga qaytadi. Bu himoyachi ham jamoadoshi Umar Marmush singari 18-oktyabrda Everton bilan bo'ladigan bahsda maydonga tushish imkoniyatiga ega deb yozdi Standart jurnalisti Ali Gent. Angliya Premyer Ligasining 8-turidan o'rin olgan Manchester City hamda Everton o'rtasidagi uchrashuv 18-oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan 19:00 da start oladi. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.